Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Safarmurod, Aura Digital Marketing agentligi asoschisi va rahbari bo'laman. Biz aynan IT kompaniyaligi hamda IT startapligi marketing xizmatlari ko'rsatish bilan shug'ullanib kelamiz. Kompleks marketing решение ko'rsatamiz. Ya'ni buning ichiga growth marketing, performance marketing, branding yoki bo'lmasam PR va shunga o'xshaydigan barcha xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hozirgi kungacha biz 50 dan ortiq loyihalar bilan ishlaganmiz va ular orasida xalqaro loyihalar ham mavjud va shu paytgacha $1 million ga yaqin budjetni, aynan reklama budjetini boshqarganmiz. Mijozlarimiz bo'lsa, shu paytgacha bizga olib kelib bergan reklamalar orqali $5 million dan ortiqroq sotuvlar qilishga erishishgan. Keyslarimiz orasida Odo xalqaro kompaniyasi ham mavjud. Ularni O'zbekistonga olib kirish bilan ham shug'ullanganmiz. Bundan tashqari 10 dan ortiq startaplarni bozorga testlaganmiz va yo'q produktni bozorda boshida sotib, sotilgan mijozlardan yig'ilgan pullar evaziga u produktni razrabotkasini qilib, razrabotkasi bitgandan keyin uni katta hajmda sotuvlarni amalga oshirish bilan ham shug'ullanganmiz. Hozir mana bu videoda aynan startapni qanaqa bozorga testlash bo'yicha gaplashamiz. Tushunishingiz uchun biz 2 yildan buyon bozordamiz va 2 yildan buyon faqatgina IT kompaniyalar bilan ishlaymiz. Ya'ni IT kompaniyalarga nishilashganmiz. 50 tadan ortiq loyiha, 20 tadan ortig'i aynan IT startaplar va ulardan 10 dan ortig'ini shu bozorga testlab olib kirganmiz. Bugungi gaplashadigan gaplarimiz hech qanaqa oldi-qochdi gaplar emas. Hammasi o'zimizning keyslarda, real raqamlardan kelib chiqqan holatda gaplashilinadi va loyiha nomlari ham, ularga olib kelingan rezultatlar ham ochiq-oydin ko'rsatib beriladi. Demak, o'zi odatda startaplar O'zbekiston bozorida qanaqa ko'rinishda olib kelinadi, qanaqa ko'rinishda realizatsiya qilinadi? Qaysidir founder, qaysidir kompaniya egasi, qaysidir IT outsourcing bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasam qaysidir tadbirkor startapga qanaqadir ideya kelib qoladi. Ya'ni o'zida qanaqadir muammo bo'ladi-da va bu muammoni hammada bor deb o'ylaydi va o'sha muammoni hal qilish yechimini topadi va bu muammoni hal qilish uchun o'sha yechimni razrabotka qilishni boshlaydi. Odatda 6 oydan 1 yilgacha razrabotkaga vaqt ketadi, produkt zo'r holatga kelgungacha va produktni ishlab chiqishgandan keyin shundoq launch qilishadi, lekin rezultat bo'lmaydi. Sabab bitta, produkt market fit topilmagani. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, biz mana bu yerda QR qoldirib ketamiz, ko'rib olishinglar mumkin. 43% startaplar aynan mana shu sababga ko'ra fail bo'ladi. Yaqinda Akmal aka Fayziyev ham o'zlarini UzGeeksdagi chiqishlarida produktni yoki bo'lmasam startapni uspешный bo'lishi aynan jamoadan ham ko'ra produkt market fitga bog'liq ekanligini aytib o'tdilar. Va yana bitta statistikaga aytib o'taman. Shu paytgacha unicorn kompaniya qurgan startaplarni 95% founderlari faqatgina bittagina unicorn kompaniya qurgan. Boshqa unicorn kompaniya qura olmagan. Buni asosiy sababi esa o'sha produkt market fit. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bozorda talab bo'lmasa, siz eng zo'rini bermaysizmi, eng zo'ri bo'lmaysizmi? Siz mahsulotingiz hech kimga kerak emas. Va mana shu narsalarning barchasini jamlagan holatda meni o'zimni marketingdagi 6 yillik tajriba, bundan tashqari imенно IT направленияda 50 dan ortiq loyihalardagi tajribamdan kelib chiqib, biz o'zimizning metodologiyamizni ishlab chiqqanmiz. Buni xalqaro standartlar asosida ishlab chiqqanmiz. Xalqaro bozorda napkin test degan test bor. Xuddi mana shu narsani biz startaplarda qo'llaymiz va startaplarni bozorga testlash bilan shug'ullanamiz. Va siz minimalniy budjet bilan startapingizni bozorda testlab, wish list yig'ib olib yoki bo'lmasam wait list yig'ib olib, aynan shu wait list asosida startapni razrabotkasiga 50 ming, 60 ming dollar tiksangiz bo'ladimi yoki bo'lmasam 6 oy, 1 yillab umringizni yo'qotsangiz bo'ladimi, yo'qmi? O'zi bu startap ko'tarsangiz bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu narsani aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va bir necha keyslarimiz bor. Bularning hammasi haqida batafsil gaplashamiz. Yo produktga biz bozorga testlab, pul to'lagan wait list olib, produktni razrabotkasini qilib va undan keyin katta masshtabda marketing hamda sotuvlarni amalga oshirgan loyihalarimiz bor. Xo'p, bizani ishlash strukturamiz xalqaro standartlardagi xalqaro bozorda napkin test degan test bor. Xuddi shu asosida amalga oshiriladi va biz buni o'zimiz 8 bosqichga bo'lib chiqqanmiz.
Birinchi bosqich bizada tadqiqot o'tkazish hamda strategiyani ishlab chiqish bo'ladi. Bu etapda qanaqa bo'ladi? Siz bizning oldimizga ideyangiz bilan kelasiz. Biz ideyangizni eshitamiz va ideyangizni eshitganimizdan keyin to'liq biza marketing tadqiqoti o'tkazamiz. Hozirgi bozor holati qanaqa? Bunaqa raqobatchilar bormi yo'qmi? To'liq 4P asosida marketing tadqiqoti qilamiz. Shunchaki SMM tadqiqot bo'lmaydi bu yerda. Ya'ni konkurentlaringiz bor yoki bo'lmasam Instagram stranичкalarini ko'rib, o'shalar asosida bo'lmaydi. Konkretniy marketing strategiya, konkretniy marketing tadqiqoti o'tkaziladi. Va 4P, 7P asosida sizga to'liq barcha ma'lumotlarni tadqiqot qilib turib, ishlab chiqib beramiz va shu asosda tadqiqot asosida strategiya ishlab chiqamiz. Ikkinchi bosqichimizda biza produktni birinchi bosqichda o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida pozitsiyalaymiz. Umumiy qanaqa pozitsiyada ko'rinsak bo'ladi, qanaqa ko'rinishda bozorga kirsak bo'ladi va offerlar ishlab chiqish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni birinchi bosqichda biza mijoz muammolarini aniqladik, ularga qanaqa yechim bersak bo'ladi, qanaqa ko'rinishda takliflar bersak bo'ladi. Mana shu narsani aniqladik. Bu narsani aniqlashda sizni ideyalaringizni eshitgan bo'lamiz, bozordagi holatni sizdan olgan bo'lamiz. Juda ko'p suhbatlar o'tkaziladi. Mana shu suhbatlar asosida aniqlab olgan bo'lamiz va ikkinchi bosqichda sizni produktingiz bo'yicha pozitsiyalash hamda offerlar ishlab chiqishni amalga oshiramiz. Biza bu yerda to'liq target kreativlar boshqa olishdan tashqari pricing modulini ishlab chiqib beramiz proyektlarda. Ya'ni bozordagi agar konkurentlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ular qanaqa ko'rinishda pricing modul ishlab chiqyapti, qanaqa ko'rinishda offer beryapti, necha puldan necha pulgacha, qanaqa funksiyonalliklar sotyapti va sizni holatingizda bu narsani qanaqa qilsak bo'ladi. Biza imенно qaysi pozitsiyada kiryapmiz. Agar tarifli ko'rinishda sizni produktingizni bozorga olib kiradigan bo'lsa, subscribe based bo'ladigan bo'lsa, har bitta tarifda o'zini ichiga nimalarni oladi? Agarda one time payment bo'ladigan bo'lsa, unda qanaqa bo'ladi? Sizda usluga ko'rinishda sotgan yaxshiroqmi yoki bo'lmasam subscribe based ko'rinishda sotgan yaxshiroqmi? Mana shularni hammasini ishlab chiqamiz va shular asosida offerlar ishlab chiqiladi. Bu offerlar ssenariy ko'rinishida kreativlarga aylantiriladi va kreativlar video rolik yoki bo'lmasam grafik post ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu ahamiyatga ega emas, ahamiyatga ega joyi qaysi kreativimiz, qaysi offerimiz zo'r ishlayapti. Biza bu etapda hamma placement uchun kreativlarni ishlab chiqamiz. Ya'ni bizda qaysi platforma yoki bo'lmasam qaysi placement zo'r ishlab beradi, mana shu narsani aniqlab olish uchun. Uchinchi bosqich sotuv voronkasini A-dan Y-gacha texnik tomonlama va strategik tomonlama ishlab chiqish. Ikkinchi bosqichda biza sizni ssenariylaringizni yozdik, kreativlaringizni, offerlaringizni ishlab chiqdik, hamma narsa tayyor holatga keldi. Endi uchinchi bosqichda biza nimalarni amalga oshiramiz? Sizni CRM'ingiz, sotuv skriptlaringiz, qanaqa gaplashish kerak sotuvchingiz yoki bo'lmasam sizni mijozingiz, sizni reklamangiz qayerda ko'radi, qaysi offerni ko'radi. Shundan tortib to qaysi etapgacha keladi va u etapda win-lose etapida lose bo'lgan klientlarga qo'shimcha qanaqa taklif bera olamiz, qanaqa retargeting, remarketing qilamiz. Mana shu protsesslarni barchasini ishlab chiqamiz. Ya'ni bu yerda asosan texnik setaplar bo'ladi. Ya'ni sizda bo'lishi mumkin voronka, shunchaki lead forma orqali bo'lishi mumkin voronkalaringiz, qaysidir botga trafik haydash orqali bo'lishi mumkin, veb-saytda lead generatsiya qilish orqali yoki bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri call orqali bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni to'liq amalga oshiramiz. Buni siz o'zingiz startapingizda qo'llayotganingizda hozir oxiriga kelganda umumiy conclusion qilib beraman, qanaqa qo'llashingiz mumkinligini. To'rtinchi bosqichimiz packaging. To'rtinchi bosqichda biza sizni brendingiz uchun brend logotipidan tortib turib, to identikasigacha vizual ko'rinishda qanaqa bo'ladi, barchasini ishlab chiqib beramiz. Va umuman sizni mijozingiz ijtimoiy tarmoqda sizni pozitsiyangizdan kelib chiqib, qanaqa ko'rinishda ko'rgani yaxshi, vizual ranglar qanaqa bo'lgani yaxshi. Barchasi va ijtimoiy tarmoqlar, bundan tashqari boshqa placementlar hammasi upakovka qilinadi. Yandexdagi biznes akkaunt bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam Googledagi biznes akkaunt bo'lishi mumkin. Barchasi upakovka qilinadi, vizual tomonlama. Sizni identikangiz ishlab chiqiladi, logongiz, naming ba'zi holatlarda to'liq pod ключ brending xizmatini ko'rsatamiz. Bu albatta loyihani holatidan kelib chiqib amalga oshiriladi. 5-bosqichimiz bu bosqichda biza kerakli platformalarni
upakovka qilib bo'lganimizdan keyin kerakli kontentlarni hamma platformada joylab bo'lganimizdan keyin bizda esingizda bo'lsa klientlar uchun targetning offerlar olgan edik. Ikkinchi etapda o'sha etapdagi olingan offerlarni targetlarni aktivatsiya qilish bo'ladi va lead generatsiya qilish bosqichi bo'ladi. Bo'lishi mumkin sizga app uстановка uchun target kerak bo'lishi mumkin. Bu narsani ham biz amalga oshira olamiz va bunda hech qanaqa muammo bo'lmagan, bu bo'yicha keyslarimiz ham bor. Hamma placementda, nafaqat Meta'da sizni placementingiz bo'lishi mumkin, Telegramda, sizni placementingiz LinkedInda bo'lishi mumkin, Google'da bo'lishi mumkin, Yandexda bo'lishi mumkin. Barcha platformalarda pulli reklamalarni, ya'ni pul to'lab ko'rsatiladigan reklamalarni aktivatsiya qilamiz, sozlab chiqib ishga tushiramiz. 6-bosqich. Aynan reklamani biza sales departmentga yo'naltirishimiz mumkin yoki bo'lmasam sizni appingizga yo'naltirishimiz mumkin yoki bo'lmasam veb saytingizga yo'naltirishimiz mumkin. Mana shu jarayonlarni tashkillashtirish. Loyihalarda biza ko'p holatda sotuv bo'limi tashkillashtirib berganmiz. Sotuv bo'limi qanaqa gaplashish kerak, nimalarni gapirish kerak, B2B'da bo'ladigan bo'lsa qanaqa gaplashish kerak, B2C'da qanaqa gaplashish kerak, umumiy voronkasi qanaqa bo'ladi. Agar zaявка tushadigan bo'lsa qanaqa gaplashiladi. Agarda app promotionga yoqilgan bo'lsa, app установка qilingandan keyin unga qanaqa podxod bilan yondashish kerak, support qanaqa ishlash kerak, barchasi mana shu 5-bosqichda, ya'ni sales bilan ishlaydigan etapimizda bo'ladi. Ya'ni bu yerda sizni shu reklamangizni ko'rgan odam sizga qiziqish bildirib, qanaqadir zaявка bildirdi, zaявка qoldirdi yoki bo'lmasam sizga qaysidir ma'noda sizni ilovangizdan yoki bo'lmasam veb saytingizdan produktingizga qiziqish bildirib, ro'yxatdan o'tdi. Aynan shunaqa insonlar bilan siz qanaqa ishlashingiz kerak va qanaqa o'zingizni sotuvlaringizni amalga oshirishingiz kerak. Mana shu narsani to'liq protsessini tashkillashtiramiz. Bo'lishi mumkin sizga sotuvchi ishga olib berishimiz mumkin, bo'lishi mumkin sotuvchingiz bor, uni tarbiyalashimiz mumkin, bo'lishi mumkin sizda app promotion target yoqildi, registratsiyadan o'tgan klientlar bilan support department doimiy ishlab turishi kerak. Ular bilan aloqaga chiqish kerak. Mana shu protsesslarning barchasini qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi, kim ishlaydi bu bilan, nima takliflar berish kerak, klient bilan gaplashayotganda qanaqa gaplash kerak, barchasini ishlab chiqib beramiz bu bosqichda. Biza yuqoridagi 6 bosqichda nimalarni amalga oshirdik? Bitta conclusion qilaylik. Siz keldingiz bizning oldimizga ideya bilan. Biz u ideyangizni oldik va o'sha ideyangiz asosida biz boshlang'ich etapdagi leadlarni olib kelib beramiz yoki bo'lmasam trafik olib kelib beramiz sizga. Xo'p, ideyangiz bilan kelganingizdan keyin to'liq o'rgandik nima ekani ideyangizni, bozor holatini o'rgandik, strategiya ishlab chiqdik. Strategiya asosida kreativlar, offerlar, pricing modul va bundan tashqari brend upakovkalarini amalga oshirdik. Bundan tashqari CJM'imizni ishlab chiqdik va CJM ishlab chiqilgandan keyin kelayotgan mijoz bilan kim ishlaydi? Mana shu protsesslarni barchasini tashkil qilib berdik. Support bo'ladimi, sales department bo'ladimi, B2B'da bo'ladimi, B2C'da bo'ladimi, barchasini ishlab chiqdik. Umumiy sizda tizim yo'lga qo'yildi. Mana bu tizim yo'lga qo'yilgandan keyin biz pulli reklamani yoqdik. Pulli reklamani yoqqanimizdan keyin keyingi bosqichimiz bu optimizatsiya va analitika. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, biz bir nechta voronkani bir vaqtda o'zida testlaymiz. Placement bo'yicha bo'lishi mumkin, maqsad bo'yicha bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga lead generatsiya bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam sizga SMS orqali aloqaga chiqishi mumkin yoki bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri call orqali yoki bo'lmasam ilovangizni установка qilish uchun ro'yxatdan o'tishi mumkin va siz telefon qilib mana bunaqa установка qilasan deyishingiz mumkin. Mana shu protsesslarni hammasini tashkillashtirdik va 7-bosqichda barcha natijalarni ko'rib chiqib, aynan qaysi kanal, aynan qaysi taklif, aynan qaysi offer va aynan qaysi segment bizda eng zo'r ishlayotgani. Mana shu narsani aniqlab olamiz. Analiz qilamiz, optimizatsiya qilamiz. Qaysidir platformada tam $200 reklamaga yoqdik, u yerda effekt bo'lmadi, lekin Metaga keldikda, Metada Instagramni ham imенно Reels'da ko'rilayotgan sizni kreativlaringiz успешный bo'ldi. Zo'r o'xshab ketib qoldi. Va aynan qaysi offerlaringiz o'xshab ketib qoldi. Mana shularni hammasini olib chiqqan holatda biz analitika qilamiz. Hattoki bizda shunaqa keyslar bo'lgan, sotuv bo'limiga CRM qo'yganmiz, sotuv bo'limida o'sha call zapislarni qilib turib, har bitta call zapisi, umumiy hisobda 260 ta call zapisi AI analitika orqali klientimizga custom qilib berganmiz, pivot qilishlari uchun yo'l ochib berganmiz. Bundan tashqari qanaqa qo'shimcha feature qo'shsak bo'ladi, qanaqa bozorga offer bersak bo'ladi, klientlar o'zi nimani xohlayapti. Mana shu narsalarni to'liq ochib berganmiz. Sizning loyihangizda ham xuddi shu narsalarni amalga oshiramiz. 8-bosqich
biza optimizatsiya qilganimizdan keyin bizda eng zo'r ishlaydigan reklama kanali, eng zo'r ishlayotgan offer, eng zo'r ishlayotgan idealniy customer profile paydo bo'lgandan keyin aynan shunga biza hamma budjetni asosiy qismini yo'naltiramiz. Deylik, sizda target reklama yaxshi effekt bermadi, lekin sizda influencerlar bilan ishlash zo'r effekt berishi mumkin. Juda ko'p holatda promotionlarda aynan O'zbekiston auditoriyasida mana shu narsa zo'r effekt beradi. Bizani o'zimizni keyslarda ham bo'lgan. Ya'ni target reklamalar yaxshi natija olib kelmagan, har bitta uстановка narxi qimmatlashib ketib qolgan holda biza influencerlar bilan ishlaganmiz. Influencerlardan kelayotgan har bitta uстановка narxi ancha arzonga tushgan va bu narsani juda katta unicorn kompaniyalar, Yandex yoki bo'lmasam Uzum ham o'zida ishlatadi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, ular reklamalarida influencerlar bilan reklama qilganda promo kodlar orqali reklama berishadi va har bitta influencerni analitikasini o'lchashadi. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda biza boshida hamma voronkani testlaymiz, o'sha voronkalardan kelib chiqib eng optimal sizni sotuv voronkangizni ishlab chiqamiz, eng optimal marketing voronkangizni ishlab chiqamiz va budjetni asosiy qismini mana shu voronkaga yo'naltiramiz. Natijada siz nimani ko'rishingiz mumkin bo'ladi? Boya aytib o'tdim, 260 ta kolni biza AI analitika qilib turib to'liq kasteb qilganmiz. U yerda biza kol zapislari orqali 7 pini to'liq tahlilni qilganmiz. Shunaqa keyslar bo'lgan, qaysidir startapni kill qilishimizga to'g'ri kelgan. Chunki qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, odamlar bu startapga hali tayyor emas, bozor tayyor emas. Sotib olish xohlamaydi. Juda ko'p holatda feature qo'shishga yordam bergan yoki bo'lmasam qanaqa offer bersak bo'ladi o'zi yoki bo'lmasam necha puldan sotsak bo'ladi, bozor necha puldan ko'taradi. Ularga podpiska qulayroqmi yoki bo'lmasam bitada one time payment bilan katta summaga sotib olgan qulayroqmi? Mana shu savollarning barchasiga javob topib olganmiz. Va bu protsesslarni hamma loyihalarimizda amalga oshiramiz. Oxirida siz umumiy protsesslardan kelib chiqib, sizni reklamangizni qayerda nechta odam ko'rgandan tortib, yakuniy qiziqish bildirgan odamlar qanaqa xulosada, agar sizni produktingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, bozorga necha puldan sotsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam qanaqa o'zgarish kirgizsangiz bozorga sizni produktingiz ko'proq kerak, konkurentlaringizni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, yanchib tashlasangiz bo'ladi. Mana shu narsalarni barcha savollarga javob topib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim narsa, siz produktingizni aynan mijozlaridan, produktingizga qiziqish bildirgan odamlardan konkret feedbacklarni olib olasiz. Bu nima degani? Sizni miyangizdagi ideologiya o'zi aslida noto'g'ri bo'lishi mumkin, chunki siz u produktni yoki bo'lmasam u servisni aslida idealniy customer profile bo'lmasligingiz mumkin. Shunchaki sizni miyangizda startapni sevib qolganingiz uchun, startapingizni sevib qolganingiz uchun romantizatsiya qilib tashlagan bo'lishingiz mumkin va shunaqa yo'llar ochiladi. Ya'ni o'zi boshqa narsani o'ylab turibsiz-da, lekin mijozlaringizga boshqa narsani gapirsangiz, o'sha yeb ketib qoladi. Mijozlar o'zi aslida nimani xohlayapti, qaysi muammosiga yechim xohlayapti, mana shu narsalarni ochiq-oydin ko'ra olasiz. Ya'ni bozorni holatini to'liq tahlil qila olasiz. Har bitta mijoz narxi necha pul ekanligini ko'ra olasiz. Oxirida 3 ta yo'l qoladi. Birinchisi, agarda hammasi zo'r ketadigan bo'lsa, ya'ni produkt market fit topiladigan bo'lsa, rostdan ham sizni produktingiz zo'r, ICP zo'r tanlangan, offerlar zo'r ishlab chiqilgan, produkt ideal, uje sizda tayyor sotuvlar amalga oshadi. Ikkinchisi, pivot. Bu yerda wishlistga qo'shasiz va klientlaringiz xohlayotgan qaysidir featurelarni, qaysidir funksionalliklarni produktga qo'shib berish va'dasi bilan, pivotlar amalga oshirish va'dasi bilan yo produktni ham sotishingiz mumkin. Birinchi va ikkinchi bosqichda. Uchinchi bosqichimiz nima? Sizda umuman hech kim produktingizga qiziqmadi. Bu yerda siz qanaqa xulosaga kelasiz? Produktni kill qilish, ya'ni ortiqcha vaqtingizni sarflamaysiz, ortiqcha asabingizni sarflamaysiz, ortiqcha pulingizni sarflamaysiz va arzimagan 3-4 ming dollarlik test sizga kelajakdagi 20-30 ming dollarlik riskingizni 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan vaqtingizni yo'qotish ehtimolini o'sha oldini oladi. Bu narsani siz bizasiz o'zingiz ham qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni ideyangizni shundoq qog'ozga tushirib olasiz. Mijozim kim? Mana bunaqa kategoriyadagi inson. Deylik,
18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan insonlar. Ularni muammosi nimada? Asosiy vaqti deylik kurslarda va ishda bo'ladi va aynan ingliz tili ishi bo'yicha kerak bo'lgani uchun o'rganishi kerak, rivojlanish uchun o'rganishi kerak, shaxsiy rivojlanishi uchun o'rganishi kerak, lekin hozir ishidan, o'qishidan bo'shab vaqt ajrata olmayapti. Muammo shu vaqt ajrata olmayotganida. Ularga qanaqa offer bersak bo'ladi? Atigi 15 daqiqa vaqt ajratib bir kunda ingliz tilini o'rganing. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda siz o'zingizni startapingizdagi ideologiyangizni qog'ozga tushirib, bu narsani oddiygina telefoningizda shundoq video tasvirga olib, minimal holatda montaj qilib turib, Instagramga joylasangiz, eng zo'r platforma hozirgi kunda Instagram. Nimaga unaqa deyotganimni ham aytib beraman. Va o'sha videoga ahamiyatga ega emas, prosmotr uchun bo'ladimi, ahamiyatga ega emas, lead generatsiya uchun bo'ladimi yoki SMS uchun bo'ladimi, target reklamasini yoqib, odamlarga sotib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tasvirga olasiz, siz ingliz tilini o'rganmoqchisiz, ammo vaqt ajrata olmayapsiz. Onlayn o'rganmoqchi bo'lsangiz, darslarni 1 soat, 1,5 soat ko'rib borishingiz kerak. Bizda mana shunaqa platforma bor, 15 daqiqada o'rganishingiz mumkin. Bu platformaga agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plus qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz va demoni taklif qilamiz. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda 5-6 ta video olib Instagramga joylab, target reklamasi, ya'ni pulli reklama orqali odamlarga ko'rsatib beradigan bo'lsangiz va har bitta izoh yozgan inson bilan individual shug'ullanib, o'zingiz founder sifatida mijozlaringiz bilan gaplashib, kelajakdagi mijozlaringiz bilan gaplashib, produktingizni bozorga testlaydigan bo'lsangiz, produktingiz bozorga kerakmi, yo'qmi? Mana shu narsani aniq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuncha gap gapirding, o'zi bu narsa ishlaganmi qayerdadir degan savol bo'lishi tabiiy. Kelinglar keyslarimizga to'xtalamiz. Hozir bu yerda to'rtdona keys aytib o'taman, vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun. Birinchisi Nasya 365 loyihasi. Proyekt Nasyani avtomatlashtiradigan решение. IT outsourcing kompaniya produktoviy kompaniyaga o'tmoqchi bo'lgan, produktoviy kompaniyaga o'taymi yo'qmi degan savol bilan ham kelgan. Ideyalarni olganmiz, yuqorida aytganimdek 8 ta bosqichdan o'tkazib, lead generatsiya qilganmiz va 22 ta adashmayotgan bo'lsam, pulli wishlist bo'lgan, 12 ta sotuv amalga oshirilgan. Yo'q produktga, produkt 1 yil ichida razrabotka qilib final versiyasi berildi. Va aynan shu joyda biza necha puldan sotamiz, qanaqa ko'rinishda sotamiz, nima featurlar bo'lishi kerak, nima funksionalliklar bo'lishi kerak, barchasini protsessda razrabotka qilishgan. Ya'ni biza wishlistga qo'shilgan insonlarga shunaqa taklif berganmiz, imенно siz uchun biza ishlab berishga tayyormiz. Bu narsani faqat siz barcha xohishlaringiz bizga yetishingiz kerak. Ya'ni sizni kelajakdagi mijozingiz uchun siz noldan produkt ko'taryapsiz va mijozingiz sizni tepangizda turibdi. Men mana bu narsani xohlayman, mana bu narsani xohlayman, mana bu narsani xohlayman. Ideal produkt mana shunda chiqadi. Bozorga kerak bo'lgan produkt mana shunda chiqadi. 12 ta aniq sotuv bo'lgan, $1000 reklama budjet bilan va birgina sotuv summasini ochiqlashim mumkin. $5000 sotuv bo'lgan. Bittagina sotuvimiz $5000 va bizda 12 ta bunga o'xshaydigan sotuv amalga oshirilgan. Cheklar har bir loyihada har xil berilgan. Sababi bu yerda asosiy maqsad pul ishlash bo'lmagan. Asosiy maqsad mijozni xohishidan kelib chiqqan holatda zo'r produkt ishlab chiqish. Va aynan shu joyda biza buni SaaS ko'rinishda sotsak bo'ladimi? Necha puldan taklif qilsak bo'ladi? Qanaqa ko'rinishda, qanaqa featurlar, qanaqa funksionalliklar bo'lishi kerak? Barcha savollarni yopganmiz. Ideal produkt chiqqan. Ikkinchi loyihamiz Progress Solutions IT kompaniyasini MySchool ERP tizimi. Bu loyiha bilan ham xuddi shunaqa keys bo'lgan. Loyihada $1115 biz reklamaga pul sarflaganmiz va 22 ta sotuv amalga oshirilgan yo'q produktga. Xo'p, uchinchi loyihamiz endi bu loyiha mavjud bo'lgan. Bu loyihaga biz lead generatsiya qilib berganmiz. Turli voronkalarni testlab, eng optimal lead generatsiya uchun voronkani ishlab chiqib berganmiz. Bu tuzuk AI yurist yordamchi. Bu yerda $1200 biz reklamni budjet sarflagan edik va natijada birinchi 10 kunlikda $10,000 dan ortiqroq sotuv bo'lgan edi. Subscribe based bo'lgan produkt. Aynan shu produktda mana shunaqa case bo'lgan. Xo'p, keyingi loyihamiz Aisha AI. Startaperlarning juda ko'pchiligi tanisa kerak Aishani. MVP holatida edi. Boshida STTTS ko'rinishida ishlab chiqishdi va founderga men taklif berdim. Давайте testlab ko'raylik. Aslida hech narsa kerak emas. Bizni o'zimizga interesniy bo'lyapti shu produktni testlab ko'rish. Roppa-rosa 1,5 yil oldin
biza testviy target videolarni olganmiz. Bu yoqda videolarni qo'yib ketamiz va growth uchun, lead generatsiya uchun turli xil voronkalarni testlab target yoqqanmiz. Target natijasida shunaqa narsani aniqlaganmizki, bozorga juda ko'p AI rob va AI sotuvchi agent kerakligini aniqlaganmiz va startap founderi menga shunaqa feedback bildirgan, videosi ham bor, qo'yib ketishadi. ilk kunlardanoq natijalar ko'rishni boshladik. Agarda siz startaper bo'ladigan bo'lsangiz, Aura Digital kompaniyasi bilan ishlashingiz va go to marketni tezroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Man produktimni sotganimdan keyin, ya'ni konkretniy sotuv protsessini boshlaganimdan keyin aslida bozorga nima kerakligini, mijozlarga nima kerakligini tushundim degan feedback bergan bizga va mana shu mijozlarning feedbacklari asosida AI agent va sotuvchi robotni realizatsiya qilish protsessi tezlashib ketib qolgan. Ularni planida bo'lgan bu narsa, lekin ayni momentda bu narsaga fokus qilishmagan bo'lgan va bu narsani bozorda qanchalik ehtiyoj borligini ko'rishgandan keyin tezlashib ketib qolgan va produkt to'liq tayyor holatga kelgandan keyin biza yana qayta lead generatsiya qilganimizda raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, $745 reklamaga sarflaganmiz. 260 dan ortiq marketing kvalifikatsiyadan o'tgan leadlar tushgan va 20 taga yaqin sotuv amalga oshirilgan. Bu bir oyning ichidagi natija. Yuqorida aytib o'tgan barcha кейslarim bu bir oy ichida amalga oshirilgan natija. Ya'ni produktni testlaganmiz. Produkt testlaganimizdan keyin optimalniy bizani offerlarimizni kelib chiqqan optimalniy offerlar asosida reklamalarni yoqqanimizda qanaqa sotuvlar bo'lgani haqida ma'lumotlarni aytib o'tdim. Siz ham xuddi shunaqa ko'rinishda o'zingizni ideyangizni shunchaki qog'ozga tushirib, shunchaki video tasvirga olib, Instagramga qo'yib, unga pulli reklama yoqadigan bo'lsangiz, albatta siz o'zingizda mijozlaringizga yetib borasiz va mijozlaringiz aslida nimani xohlayapti, ularga ko'proq qaysi funksionalliklar kerak, ularga ko'proq qanaqa gapirsangiz yoqadi, qaysi funksionalliklarni ko'proq taklif qilishingiz kerak. Barchasiga javob topib olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu testdan, mana shu metodologiyadan foydalanadigan bo'lsangiz. Bundan tashqari biz juda ko'p outsourcingda ishlaydigan yoki bo'lmasam B2B da ishlaydigan IT startaplar bilan ham ishlaganmiz yoki IT kompaniyalar bilan ishlaganmiz. Parking 24 kompaniyasini olishimiz mumkin. Ular bilan shunaqa bo'lganki, birinchi oyning ichida atigi $1000 reklamaga sarflab $150,000 sotuv amalga oshirilgan va CRM pipeline'ida kommersiy предложение berilgan umumiy summa $1 million dan ortiqroq bo'lgan. 3 oy davomida ishladik va hozirda yangi strategiya ustida ishlayapmiz va 3 oy davomida umumiy hisobda $3000 reklamaga yoqdik. 350 taga yaqin marketingdan kvalifikatsiyadan o'tgan leadlarni olib kelib berdik. Eng qiziq tomoni mijozlarimiz bizga shunaqa talab qo'yishgan. Men telefon qilgan klient, telefon qilganimda rostdan ham o'z zaявка qoldirganini bilsin. Minimalniy 10 ta mashina parkovkasi uchun joyi bo'lsin, minimalniy mana bunaqa budjeti bo'lsin degan talablarni qo'yishgan. Va mana shu talablarga javob beradigan leadlarni olib kelib berganmiz va klient feedbackida 90% dan ortiq holatda bizning leadlarimiz качественный, sifatli bo'lib chiqqan va aytib o'tilganidek, birinchi oyning o'zida shunchaki firma tashkil qilindi, biz lead generatsiyani boshladik. $150,000 sotuv amalga oshirildi. Albatta bu yerda faqatgina bizning ishimiz emas, bu yerdagi sales teamni ham katta ahamiyati bor. Lekin mana shu protsessda marketing kvalifikatsiyaga ega bo'lgan, men xohlayman mana shu narsani degan mijozlarni olib kelib bera oldik. Bundan tashqari Deep Vision kompaniyasi Odoni O'zbekistondagi birinchi va hozirgi kungacha yagona bo'lgan Gold partnyori. Bu loyiha bilan 1,5 yildan buyon ishlab kelyapmiz. 9 oy ichida biz Gold partnyor bo'lganmiz. O'zi bu narsani 1 yillik maqsad sifatida qo'ygan edik. Biz 9 oy davomida Gold partnyorlikka erishdik va bu O'zbekistonda hozircha yagona partnyor. Va 9 oy ichida Gold partnyor bo'lganmiz. Umumiy sotuv summasi esa $200,000 dan ortiqroq bo'lgan. Sredniy chek, minimalniy chekimiz $10,000 atrofida. Xo'p, maksimalniy chekimiz $100,000lik сделкаdan yopilgan holat bo'lgan. Shuningdek, Celion degan IT outsourcing bilan shug'ullanadigan kompaniya bor. Bu kompaniyaga biz 460 ta marketing kvalifikatsiyadan o'tgan leadlarni atigi $2376 evaziga olib kelib berganmiz. Nimaga atigi deyapman? Chunki bu yerda Dubayga, Qozog'istonga
US, UK kabi mamlakatlarga ham lead generatsiya qilganmiz va bizda shunaqa situatsiya bo'lgan, klientimiz shunaqa feedbacklari bor. Syomka protsessida turgan vaqtimizda ularga telefon bo'lganda, hozir shartnoma bo'ldi, o'xshadi deb, o'zi O'zbekistonda shtabning ofisi Dubayda bo'lgan bitta loyiha bilan juda katta summali shartnoma amalga oshirilgan. Bundan tashqari shunga o'xshaydigan va bir qancha keyslarimiz ham mavjud. Agarda siz IT kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz va o'zingizni IT produktlaringizni qanaqa qilib marketingni yurgizishi, sotuv protsesslaringizni qanaqa qilib tashkillashtirish va sotuvlaringizni qanaqa oshirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam IT startapsiz, tractionni oshirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, biz QR qoldirib ketamiz va bepul konsultatsiya taklif qilamiz. Konsultatsiya davomida sizga startapingizni qanaqa bozorga testlash va qanaqa qilib tractionni oshirish bo'yicha yoki bo'lmasam IT kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz, kompaniyangizni qanaqa qilib sotuvlarini oshirish bo'yicha to'liq Adan Yagacha konsultatsiya qilib beramiz. Sizdagi hozirgi muammolarni aniqlab, o'sha muammolarga yechimlarni ko'rsatib beramiz. Konsultatsiyamiz o'zi $2000 turadi va bu konsultatsiyaning narxini oranglarda biladigan insonlar ham bor, chunki konsultatsiya so'rab yozishganda bu narxni aytganmiz va hozirgi holatda 5 ta loyiha uchun biz bepul konsultatsiya taqdim etamiz. Konsultatsiyadan keyin siz o'zingizning muammolaringizga yechimlarni biz bilan ko'radigan bo'lsangiz, biz bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi videomiz foydali bo'ldi va sizga video oxirida bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Odamlarga o'zingizning miyangizdagi romantizatsiya qilib qo'ygan zo'r produktingiz emas, ular xohlayotgan produktni bering. Shundagina sizning startapingiz ancha osonroq va tezroq rivojlanadi. Bu narsani biz 50 dan ortiq loyiha bilan ishlab 2 yil ichida ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.